25 noyabr 2025 yilda soat 20 da Milliy TV kanalida Ofsinlar serialining 47 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism oz ichiga ko'plab voqealarni oladi, ular tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Asosiy qahramonlar yangi sinovlar bilan yuzlashadi. Xiyonat, sirli intrigalar va kutilmagan ittifoqlar voqealar rivojini tubdan o'zgartiradi. Bu qismda tomoshabinlar bosh qahramonning oiladagi ishonchni saqlashga urinishlarini, atrofdagilarning yovuz rejalari fonida qanday kurashayotganini ko'rishadi. Yangi personajlarning paydo bo'lishi hikoyaga yangi nafas olib kiradi, kutilmagan burilishlar esa oxirigacha tomoshabinni hayajonda ushlab turadi. Ayniqsa, qahramonlarning chinakam his-tuyg'ulari va insoniylik namoyon etilishi serialni juda jonli va yaqin qiladi. Ofsinlar o'zining chuqurligi va realizmi bilan tomoshabinni hayratda qoldiradi. Har bir qism dinamik va haqiqiy dramaturgiya hissi bilan to'la. Voqealar rivojini kuzatish nafaqat qiziqarli syujet tufayli, balki aktyorlarning mahoratli o'yinlari bilan ham zavqlidir. Bu serial sifatli o'zbek televideniyesini qadrlaydiganlar uchun haqiqiy xazina.